Ushbu hafta Hindistonning Kashmir viloyatida dahshatli terakt sodir bo'ldi. Bir guruh qurolli shaxslar Hindiston Shvetsariyasi deb nomlanadigan ushbu hududda shunchaki aylanishga kelgan turistlarni otib tashlashdi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda 17 kishi jarohatlanib, 26 kishi vafot etgan. Ushbu terrorchilar Pokistonga aloqador degan gumonda Hindiston o'zining barcha diplomatlarini mamlakatdan chaqirib olib, o'z mamlakatidan pokistonliklarni chiqarib yubormoqda va bugungi kun 2025-yilning 24-aprel holatiga ko'ra turli ommaviy axborot vositalari bu ikki davlat o'rtasidagi navbatdagi urush boshlanishi mumkin deb yozishmoqda. Tarixda ushbu ikki davlatlar o'rtasida bir necha urushlar bo'lib o'tgan. Bundan ro'parasi 54 yil oldin 1971-yilning 3-dekabr kuni Hindiston va Pokiston o'rtasidagi 3-va eng dahshatli urush boshlangan edi. Bugun sizlar bilan shu mavzu haqida gaplashamiz. 1947-yilda Britaniya Hindistonning bo'linishi natijasida tashkil etilgan Pokiston Islom Respublikasi ikki qismdan iborat edi: G'arbiy va Sharqiy Pokiston. Bu ikki qismni 1600 kilometrdan ko'proq masofada joylashgan Hindiston hududi ajratib turardi. Shuning uchun Pokiston va Hindiston o'rtasida dushmanlik munosabatlari rivojlana boshlaydi. Strategik jihatdan bunday bo'linish Pokiston uchun foydali emasdi, chunki agarda Hindiston bilan navbatdagi harbiy operatsiyalar amalga oshirilguday bo'lsa, ushbu faktor bo'linmalar o'rtasidagi aloqani va mamlakat sharqiy qismining xavfsizligini ta'minlashni qiyinlashtirardi. Bu ikki mamlakat bir-biri bilan 1948-1965-yillarda jang qilishgan. Har ikki urush ham Kashmir muammosi sababli ushbu hududdagi nizolardan kelib chiqqan. Biroq yana bir mojaro 3-Hindiston-Pokiston urushi Sharqiy Pokistondagi inqiroz va uning mustaqillikka intilishi bilan bog'liq bo'ladi. G'arbiy va Sharqiy Pokiston madaniy jihatdan bir-biridan keskin farq qilardi. Pokiston siyosiy elitasining aksariyat vakillari yetishib chiqqan poytaxt Karachi mamlakatning g'arbiy qismida joylashgan. G'arbiy Pokiston har doim ham iqtisodiy ham siyosiy jihatdan Sharqiy Pokistondan ustun bo'lgan. Garchi aholi soni bo'yicha undan pastroq bo'lsa ham. Adashib ketmasligingiz uchun shuni oldindan aytib o'tay, Sharqiy Pokiston bu bugungi mustaqil Bangladesh davlatidir. Sharqiy hududlarni rivojlantirish uchun kam mablag' sarflanardi. Til muammosi ham mavjud edi. 1952-yilda Dakkada urdu tilini mamlakatning yagona rasmiy tili deb tan olish to'g'risidagi farmonning bekor qilinishini talab qilgan namoyishlar bo'lib o'tadi. Sharqdagi aholining ko'p qismi bengal tilida so'zlashardi. Urdu esa g'arbdagi nisbatan oz sonli etnik guruhning ona tili hisoblangan. Xullas, asta-sekin mamlakatning sharqiy qismida yashovchilar o'zini ikkinchi darajali fuqarolar kabi his qila boshladilar. 1970-yilda Sharqiy Pokistonga so'nggi paytlardagi eng vayronkor tabiiy ofatlardan biri bo'lgan Bhola deb nomlangan tropik siklon bostirib keladi. Yarim milliongacha pokistonliklar uning qurboni bo'lishadi. Sharqiy mintaqa hokimiyati mamlakatni markaziy rahbariyatini ko'rsatilayotgan yordamlarning samarasizligida ayblaydi. Prezident Yahyo Xon iste'fosini talab qilib, minglab kishilik namoyishlar bo'lib o'tadi. 1970-yil dekabr oyida mamlakatda parlament saylovlari bo'lib o'tadi va unda Shayx Mujibur Rahmon boshchiligidagi mamlakatning sharqiga muhim avtonomiya berish dasturi bilan chiqqan Sharqiy Pokistonning Avamiylik, ya'ni Ozodlik ligasi deb nomlangan partiyasi ko'pchilik ovozlarni qo'lga kiritadi. Mamlakat konstitutsiyasiga binoan u hukumat tuzish huquqiga ega edi. Ammo Pokistonning g'arbidagi g'olib partiya rahbari Zulfiqor Ali Bhutto Rahmonning bosh vazir lavozimiga tayinlanishiga qarshi chiqadi. Alimov kanalimizda Zulfiqor Ali Bhutto va xususan uning qizi Benazir Bhutto haqida bir ajoyib video bor. Uni ham ko'rishingizni tavsiya qilaman. Yahyo Xon ishtirokida bo'lgan siyosatchilar o'rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugaydi. 1971-yil 7-martda Rahmon o'zining partiyasi Sharqiy Pokistonning mustaqilligi uchun kurashayotganligi haqida nutq so'zlaydi.
Bunga javoban 25-mart kuni asosan g'arbdan kelgan muhojirlardan iborat Pokiston armiyasi mamlakatning sharqiy qismidagi barcha shaharlarni nazorat qilish uchun projektor operatsiyasini boshlaydi. Avamiy lig taqiqlanadi va Mujibur Rahmon hibsga olinadi. 27-mart kuni mamlakat qurolli kuchlari mayori Zaur Rahmon radio orqali Mujibur tomonidan Bangladesh davlatining tashkil etilishini e'lon qilgan mustaqillik deklaratsiyasining matnini o'qib beradi. Mamlakatda fuqarolar urushi boshlanib ketadi. Hindiston bosh vaziri Indira Gandhi Bangladeshda mustaqillik e'lon qilganidan so'ng darhol yangi davlatni qo'llab-quvvatlaydi. Hindiston o'zining azaliy dushmani bo'lgan Pokistonni zaiflashtirishdan juda manfaatdor edi. 1971-yil 3-dekabr kuni tushdan keyin Pokiston havo kuchlari to'satdan bir qator Hindiston aviabazalarini bombardimon qiladi. Chingizxon deb nomlangan ushbu operatsiya 1967-yildagi 6 kunlik urushning birinchi kunida arab havo kuchlarini deyarli ishdan chiqargan Isroilning muvaffaqiyatli havo hujumi ta'siri ostida rejalashtirilgan edi. Biroq Pokiston Isroilning muvaffaqiyatini takrorlay olmaydi. Reydlar natijasida yetkazilgan zarar juda kam edi. Yarim tundan keyin Indira Gandhi radio orqali o'z xalqiga murojaat qilib, urush boshlanganini e'lon qiladi. Deyarli bir vaqtning o'zida Hindiston aviatsiyasi Pokistondagi havo bazalariga qarshi javob zarbalarini berishni boshlaydi. 4-dekabr kuni Hindistonda favqulodda holat e'lon qilinadi va safarbarlik boshlanadi. Bangladeshdagi Pokiston harbiy kuchlari umidsiz holatda edi. Bu yerda joylashtirilgan 3 ta bo'linma partizanlarga qarshi harbiy operatsiyalar o'tkazish uchun tarqatib yuboriladi. Havo qo'shinlaridan deyarli yordam yo'q edi va ular 3 ta Hind korpusini to'xtata olmaydilar. Ushbu vaziyatdan xabardor bo'lgan Pokiston qo'mondonligi Hindistonga qarshi ikki frontda urush olib borishga harakat qiladi va g'arbdan hujumga o'tadi. Ammo g'arbiy frontda ustunlik Hind armiyasi tomonida edi. Masalan, 5-6 dekabr kunlari bo'lib o'tgan Longeval jangida Panjob polkining 23 batalyondan bittagina rotasi Pokistonning kuchaytirilgan 51-piyoda brigadasini oldinga siljirishga yo'l qo'ymaydi. Ushbu janglar Longeval atrofida ko'plab dushman harbiy texnikasini yo'q qilinishiga olib keladi. Hind qiruvchi bombardimon samolyotlari bunda muhim rol o'ynaydilar. Umuman olganda Hindiston armiyasi nafaqat Pokiston hujumlarini qaytaradi, balki urushning dastlabki bosqichida ba'zi chegara hududlarni egallab olib, hujumga ham o'tgan edi. Avvalgi Pokiston armiyasi minimal qarshilikka duch keladi. Bahor oxirida u Bangladeshning barcha shaharlarini egallab oladi va har qanday siyosiy muxolifatni yo'q qiladi. Qishloq joylarda partizanchilik harakati avj oladi. Uning ishtirokchilari Mukti Buhini nomi ostida tanilgan edi. Armiya qochoqlari va mahalliy aholi hisobiga ularning saflari tezda to'ldiriladi. Armiya bangladeshliklarga qarshi shafqatsiz qatag'onni boshlaydi. Hozirgi hisob-kitoblarga ko'ra 1971-yil oxiriga kelib 200 mingdan 3 milliongacha odam halok bo'lgan. Kamida 8 million qochqin Hindistonga ketgan. Qochqinlar soni tobora ko'payib borar ekan, Hindiston rahbariyati Bangladesh zo'ravonligini to'xtatishdan amaliy manfaatdor edi. Chunki bunday miqdordagi odamlarni saqlash mamlakat byudjeti uchun juda qimmatga tushardi va ijtimoiy muammolar ham kuchayib ketardi. Xalqaro e'tiborni qochqinlar muammosi va Pokiston armiyasining shafqatsiz harakatlariga jalb qilish uchun kampaniya boshlanadi. Bundan tashqari Hindiston Mukti Buhiniga harbiy yordam ko'rsatishni boshlaydi. Bu ularning jangovar samaradorligiga ta'sir qiladi. 1971-yilning yozida partizanlar o'zlarining harakatlarini kuchaytiradilar. Ular mamlakatni 11 ta harbiy zonalarga ajratishadi. Ularning har biridagi Mukti Buhini kuchlarini Pokiston armiyasining sobiq zobitlari boshqargan. Partizanlarning kichik havo kuchlari va daryo floti ham bor edi. Hukumat armiyasi chakalakzor va ko'plab daryolar bilan qoplangan hududda partizanlarga qarshi urush o'tkazishga tayyor emasdi. Hindistondagi bazaviy lagerlarda joylashgan Mukti Buhini a'zolari Bangladeshda muvaffaqiyatli operatsiyalarni amalga oshirar va chegara orqali chekinishardi. Tushunayotgan bo'lsangiz, Hindiston Pokistonni ikkiga bo'linib, bir-biri bilan fuqarolar urushi bo'layotgan yerda Bangladeshliklarga, ya'ni sharqiy pokistonliklarga amaliy yordam berib,
Pokistondan mustaqil ravishda chiqib ketishiga yordam berayotganligi uchungina asosiy Pokiston, ya'ni G'arbiy Pokiston va Hindiston o'rtasida bu katta urush boshlanib ketgan. Hindistondagi bazaviy lagerlarda joylashgan Mukti Buhina a'zolari Bangladeshda muvaffaqiyatli operatsiyalarni amalga oshirar va chegara orqali chekinishardi. Pokiston rahbariyati partizanlar harakatini ular Hindistondan yordam olishini to'xtatmaguncha bostirib bo'lmaydi degan mantiqiy xulosaga keladi. Bu orada Hindiston qo'shinlari chegaraga yaqinlashmoqda va ikki mamlakat o'rtasidagi ziddiyatlar kuchayib borayotgan edi. 21-noyabr kuni Hindiston va Pokistonning muntazam qo'shinlari ishtirokida quruqlikda va havoda jiddiy to'qnashuvlar sodir bo'ladi. Sharqiy frontda Hind kuchlari Mukti Buhina bo'linmalari bilan birgalikda tezda dushmanning asosiy mudofaa qismlarini yorib o'tadilar. Bu yerdagi hal qiluvchi omil qiyin hududda yuqori harakatchanlik edi. Bunda SSR tomonidan ishlab chiqarilgan PT-76 amfibiya tanklari va Mi-4 transport vertolyotlari o'zlarini juda yaxshi ko'rsatadilar. Urushning ikkinchi haftasi oxiriga kelib, Dakkaga Hind armiyasi yetib keladi. Endi qarshilik ko'rsatishning hech qanday ahamiyati yo'qligini tushunib, 16-dekabr kuni Bangladeshdagi Pokiston kuchlari qo'mondoni general Niyozi o'z guruhining taslim bo'lishini to'g'risidagi aktga imzo chekadi. 17-dekabr kuni Hindiston sulh e'lon qiladi. Shu bilan urush tugaydi. Endi bevosita urushning natijalariga to'xtaladigan bo'lsak, Hindistonning harbiy aralashuvi natijasida Bangladesh mustaqillikka erishadi. Har yili 16-dekabr Bangladeshda g'alaba kuni sifatida nishonlanadi. Harbiy harakatlar tugashi bilan deyarli darhol Pokiston prezidenti Yahyo Xon iste'foga chiqadi. Uning o'rnini Zulfiqor Ali Bhutto egallaydi. U 3 yildan so'ng sobiq Sharqiy Pokiston xalqidan ularga qarshi qilingan jinoyatlar uchun rasmiy ravishda uzr so'raydi. Bhuttoning yutuqlaridan biri shundaki, u Bangladeshning yangi hukumati sud qilishni talab qilgan barcha pokistonlik harbiy asirlarni sudsiz ozod qilinishiga erishadi. Uchala mamlakat o'rtasidagi munosabatlar 1972-yilda Simul shartnomasi imzolangandan keyin yaxshilanadi. 1971-yil 3-dekabrda boshlangan ushbu urush Hindiston-Pokiston mojarolari ichidagi eng katta va dahshatli urush edi. Ammo bizni yaqin kelajakda bu davlatlar o'rtasida hozirgacha hal qilinmagan Kashmir muammosi sabab yana qanday urushlar kutib turganini aytish qiyin. Eslatib o'tish joizki, har ikki davlat o'zining yadro quroliga ega va juda katta inson potensiali bor. Garchi bu imkonsiz bo'lsa-da, butun dunyoda tinchlik bo'lishini tilab, bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang va video yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham yuborib qo'ying. Omon bo'ling.